oxirgi 5 yil ichida dopamin haqida gap-so'zlar va ma'lumotlar juda ham ko'payib ketdi. Aniqrog'i, telefon va boshqa ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolish va dopamindan detokslanish, ya'ni undan voz kechish haqidagi ma'lumotlar. Siz bu videoda dopamin o'zi nima, uni qanday boshqarish degan savollarga javob hamda unumdorligingizni oshirish uchun 4 xil yo'l olasiz. Va bu videodagi asosiy ma'lumotlar Stanfordda psixiatrist bo'lib ishlaydigan Dr. Anna Lemkening mashhur Dopamine Nation degan kitobidan olingan. Birinchi qism. Dopamin nima? Dopamin bu kichik neyrotransmitter degan molekula va u asosan miyamizda ishlagan holda neyronlarimiz orasidagi muloqotni ta'minlaydi. Dopamin juda ham ko'p narsalarda ishtirok etadi. Bularga harakat, uyqu, kayfiyat va bu videoga taalluqli bo'lgan mukofot hamda motivatsiyalar kiradi. Dopamin bu miyamizning mukofot sistemasidagi bizni nimadir qilishga undaydigan asosiy birlik. Va dopamin ikkita har xil usulda ishlaydi. Birinchisi tonik uzatilish, ikkinchisi fazali uzatilish. Bularni yaxshiroq tushunib olish uchun o'zingizni kafedaman deb tasavvur qiling. Tonik uzatilish bu sizni atrofingizdagi suhbatdoshlarning doimiy shovqini. Va bu asosan orqa fondagi tovush bo'lib, siz undan aniq bir odamning suhbatini yaxshilab tushuna olmaysiz. Va tonik uzatilish bu sizning neyronlaringiz tasodifiy, ammo doimiy ravishda oz miqdorda dopamin ishlab chiqarishi. Va aynan mana shu dopamin bu sizning asosiy dopamin darajangiz. Va fazali dopamin bu qachonki o'sha kafeda kimdir sizni ismingiz bilan chaqirganida bo'ladi. Va siz o'sha yerdagi shovqinga qaramay, uni eshitib unga javob qaytara olasiz. Va o'sha payt sizning dopamin darajangiz asosiy darajangizdan bir vaqtga oshadi. Va keling yana bir hayotiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, Instagramda bir postingiz nechta like olgani haqida xabar keldi. Va o'sha xabar olinguningizgacha dopamin darajangiz asosiy darajada edi, ya'ni tonik uzatilishidir. Lekin o'sha xabar kelgan payt siz bir fazali signal, ya'ni ko'tarilish oldingiz. Va o'sha ko'tarilish sizni mukofot olishga, ya'ni o'sha Instagramda nechta like olganingizni ko'rishga undaydi. Ya'ni motivatsiya uyg'otadi. Va bu misolning 3 xil oqibati bor. Keling o'sha Instagram postdan 5000 like kutyapmiz deb hisoblaylik. Va birinchi oqibatda o'sha postni ochganimizda qarasak 11000 ta like turibdi. Wow! Va mana shu wow effekt bizda yanada kattaroq fazali signal hosil qiladi. Biz yanada xursandroq, yanada dopaminga to'laroq bo'lamiz. Ikkinchi oqibatda esa qarasak 5000 ta turibdi. Ya'ni biz ham 5000 ta deb o'ylagan edik va bu holatda hech nima o'zgarmaydi. Dopaminimiz o'sish ham kamayish ham olmaydi, chunki biz kutganimizdan oldik. Uchinchi oqibatda esa qarasak 2000 ta like turibdi. Kutganimizdan ham kam. Va bu holatda biz xafa bo'lamiz. Ya'ni dopamin darajamiz tushadi. Va mana shu dopamin nimadirni oldindan predikt qilish va mukofot orasidagi aloqa va bog'liqlik ko'pincha yaxshi. Chunki masalan, nimadir yemoqchi bo'lsangiz va o'sha ovqatingiz kutganingizdan ham mazaliroq bo'lsa, siz orada fazali signal olasiz. Va o'zi umuman dopamin odam yashashi va tirik turishi uchun ham kerak. Lekin ijtimoiy tarmoqlar dopamin haqida bizdan-da yaxshiroq biladi. Va buni qo'pol qilib aytganda bizni manipulyatsiya qilish uchun ishlatishadi. Masalan, YouTube'da short ko'rayotganingizda keyingi video nima chiqishini bilmaysiz. Va o'sha video kulgili yoki juda ham qiziqarli bo'lsa, siz yana fazali signal olasiz. Va o'sha signal sizni yanada ko'proq video ko'rishga undaydi. Shuning uchun ham oxirgi 5-10 yillarda ijtimoiy tarmoqlar, o'yinlar va boshqa bizga kichik muddat ichida zavq ulasha oladigan narsalar ommalashib ketyapti. Va keling endi dopamin o'zi nima ekanligini bilib olganimizdan keyin ijtimoiy tarmoqlarning algoritmlariga qul bo'lishning o'rniga dopaminni qanday qilib o'zimizni foydamizga ishlatishni o'rganamiz. Ikkinchi qism. Dopaminingizni qanday boshqarish. Va dopaminni boshqarishga kelganda dopamindan detokslanish degan narsa juda mashhur bo'lib ketdi. Lekin ko'pchilik buni noto'g'ri tushunadi. Ko'pchilik dopamindan detokslanish deganda umuman dopaminni hayotimizdan chiqarib tashlash, undan voz kechish deb biladi. Lekin boshida aytganimdek, dopamin bizni
yashashimiz uchun va bizni tirik ushlab turish uchun kerak. U organizmimizdagi juda ham muhim molekulalardan biri. Va dopamindan detokslanish deganda o'z aslida dopaminni keragidan ortiq keltirib chiqaruvchi mashg'ulotlardan tiyilish yoki ulardan voz kechish degan. Keling, ikki xil ssenariyni tasavvur qilamiz. Birinchi ssenariyda odam qaysidir mashg'ulotni birinchi marta sinab ko'ryapti va albatta birinchi marta sinab ko'rganda u ko'p kutilmagan narsalarga duch keladi va ko'p zavq oladi, maza qiladi. Ya'ni ko'p dopamin signallarini oladi. Lekin muammo shundaki, agarda o'sha odam shu mashg'ulotni keragidan ham ko'p qilsa, unga bog'lanib qolsa, uni to'ng uzatilishi, ya'ni standart dopamin darajasi ham oshib qoladi. Va endi keyingi safar u o'sha mashg'ulotni qilganda uni har doim oladigan fazali signallari unga ta'sir qilmaydi. Chunki ularga o'rganib qolgan. Va o'sha holatda u qanaqadir zavq olish uchun u dozani oshirish kerak endi. Ya'ni o'sha mashg'ulotni keragidan ham ko'p qilish kerak. O'shandagina uni fazali signali tonik signaldan balandroq bo'ladi. Lekin dozani qanchaga ko'p oshirsangiz, standartingiz ham sekin-sekin shunchalik oshib boraveradi. Va boraveradi nimadirdan zavq olishingiz qiyinlashib boraveradi. Shuning uchun ham kam dopamin beruvchi mashg'ulotlar, masalan, kitob o'qish, uzun zerikarli kino ko'rish, parkda sayr qilish yoki shunchaki do'stlaringiz bilan suhbatlashish bizni quvontirmaydi, zavqlantirmaydi. Chunki bizning tonik uzatilishimiz, ya'ni standart dopamin darajamiz undan anchaga baland. Va biz zavq olishimiz uchun fazali signal undanda balandroq bo'lishi kerak. Shuning uchun ham ko'pchilik hozir televizor ko'rayotganda qo'lida telefon ushlab turadi. Chunki televizorni o'zi berayotgan dopamin unga yetmayapti. U yana nimadir bilan to'ldirib turish kerak. Shunday qilib, dopamindan detokslanish bu o'sha tonik va fazali uzatishlar orasidagi balansni qayta tiklash. Sodda qilib aytganda, tonik uzatilishni, ya'ni standart dopamin darajamizni unchalik kamaytirishimiz kerakki, hayotdagi oddiy zavqlardan ham bahramand bo'la olishimiz kerak. 3-qism. Dopaminni boshqarishning 4 xil usuli. Birinchi usul: zavqdan oldin og'riq. Agar bir odam Netflix serialini ko'rayotgan bo'lsa va birinchi seriyasi unga juda ham yoqqan bo'lsa, u keyingi seriyasini ko'rgisi keladi. Yana keyingi seriyasini ko'rgisi keladi. Va o'sha payt keskin to'xtab qolsa, u kayfiyatida ham keskin tushish his qiladi. Shuning uchun keyingi safar dopamin keltirib chiqaruvchi mashg'ulotni qilishdan oldin o'zingizga bir savol bering. Qanday qilib men shunga oldindan o'zimga diskomfort tug'dirgan holda to'lashim mumkin? Masalan, butun kun PlayStation o'ynasangiz, oxirida o'zingizni yaxshi his qilmaysiz. Lekin agar o'sha PlayStation o'ynashdan oldin sport zaliga borsangiz yoki o'zingizni nimadir qilib ishga chorlasangiz, o'sha PlayStation yanada zavqliroq tuyuladi. Chunki siz o'zingizni o'zingiz mukofotlayotgandek bo'lasiz. Va boshda aytganimdek, dopamin detokslanish bu zavqni umuman yo'qib tashlash emas, balki standartimizni tushirish. Va o'sha sport zalida siz ko'p og'riq olasiz, ko'p shug'ullanasiz va o'sha payt siz standartingizni tushirasiz. Va keyingi qiladigan mashg'ulotlaringiz yanada zavqliroq tuyuladi. Va shu joyda bir qiziqarli ma'lumot. Zavqning 2 xil turi bor. Birinchisi bu g'irt zavq, ya'ni telefon o'ynash, o'rtoqlar bilan o'ynash va shunga o'xshash narsalar. Va zavqning ikkinchi turi bu masalan marafon yugurish yoki bir qiyin proyektni tugatish. Va ular orada og'riqli bo'lsa-da, ularni tugatgandan keyin yaxshigina zavq olasiz. Va bu shu zavq va og'riq orasidagi aloqa kachalaga o'xshaydi. Ya'ni og'riq ko'payib ketsa, zavq kelishi oson. Zavq ko'payib ketsa, og'riq kelishi oson. Ikkinchi usul: tiyilish qoidasi. Hop, biz boshda gaplashdik, shu zavq keltirib chiqaruvchi mashg'ulotlar ko'p dopamin keltirib chiqaradi va natijada standartimizni buzadi. Va tiyilish qoidasi bu o'sha hech qanaqa dopamin keltirib chiqaruvchi mashg'ulotlarni qilmayotgan paytimizni ko'paytirish. Ya'ni ulardan tiyilish. Va doktor Anna Lempga aytishi bo'yicha bu o'rtacha 4 hafta oladi shu standartimizni keyin yana to'g'rilash uchun. Va buni eng yaxshi usuli bu o'sha mashg'ulotlarni eslatib turuvchi narsalarni yo'qib tashlash. Chunki hattoki ular haqida o'ylash ham bizni ularni qilishga undaydigan kichik fazali signallarni uyg'otadi. Shuning uchun masalan TikTokdan tiyilishni xohlasangiz, undan keladigan xabarlarni yo'qotib qo'ying yoki umuman ilovasini o'chirib tashlang. O'shanda tiyilasiz. To'g'ri, bu 4 hafta ichida siz ko'p jahlingiz chiqadi, ko'p stresslashasiz, ba'zida uxlolmay ham chiqasiz, lekin
Bu davrning eng asosiy ma'nosi bu o'sha mashg'ulot qilmayotgan paytingizni qadrlash va undan ham zavq olishni o'rganish. 3-usul. To'siqlar qoidasi. Hop, ko'pchilik uchun haligi mashg'ulotlardan umuman voz kechish juda ham qiyin va balkim uddalab bo'lmas bo'lishi mumkin va ular uchun shu 3-qoida to'g'riroq va osonroq bo'ladi. 3-qoidada siz o'sha mashg'ulotlaringizga shunchaki limit va to'siq qo'yasiz. Doktor analitik aytishi bo'yicha shu to'siqlar 3 xil turga bo'linadi. Birinchisi xronologik, ikkinchisi geografik, uchinchisi kategorik to'siqlar. Xronologik to'siqda siz shunchaki vaqtiga limit qo'yasiz. Masalan, qaysi tur ishni, mashg'ulotni qaysi tur vaqt mobaynida qila olishingiz mumkin faqat. Va men masalan buning uchun Opel degan ilovani ishlataman va u menga har kuni 9 dan 10 gacha limit qo'yadi. Undan u yog'iga ishlata olmayman. Geografik to'siqlarga keladigan bo'lsak, bu nimadirni qaysidir joyda saqlamaslik. Masalan, agarda shokoladdan tiyilmoqchi bo'lsangiz, uni shunchaki uyingizda saqlamang. Agarda uyingizda shokolad bo'lsa, albatta uni yeyish ehtimolingiz ham pasayadi. Va oxiri kategorik to'siqlar. Kategorik to'siq bu qaysidir mashg'ulotni turiga limit qo'yish. Masalan, ovqatlanish mashg'ulotida siz ko'p shakarli mahsulotlarga yoki gazlangan mahsulotlarga limit qo'yishingiz mumkin. 4-usul. Zerikish qoidasi. Biz hozir shunaqa davrda yashayapmizki, zerikish juda ham kamdan-kam uchraydigan narsa. Chunki hammamiz oldimizda cho'ntagimizda telefonimiz bor, ijtimoiy tarmoqlar, o'yinlar va boshqa mashg'ulotlar tiqilib yotibdi. Zerikib qolish juda ham qiyin hozir. Lekin bu usulning asosiy ma'nosi shundaki, o'sha zerikish momentlarimizni biz o'zimizga normal holat qilishimiz kerak. Meni sizlarga buning uchun maslahatim, masalan, metroda o'qishga ketayotganingizda yoki mashinada ishga ketayotganingizda orqada qanaqadir qo'shiq qo'yib olmang yoki audio kitob qo'yib olmang. Shunchaki zeriking. Zeriking. Va ko'pincha aynan mashnaqa paytlarda miya o'zi bilan o'zi fikrlashni boshlaydi va eng kreativ g'oyalar aynan shu davrda keladi. Qisqasi, bu qoidaning asosiy ma'nosi zeriking. Telefoningizni 1 soatga boshqa xonada qo'zlab qo'ying. 20 minut devorga shunchaki tikilib turing. O'zingizni zeriktiring va o'sha zerikayotgan paytingizda sizning standartingiz avtomatik ravishda tushadi. Va shu qilgan narsalaringizdan keyin sizga oldin zerikarli tuyulgan, masalan, o'qish kabi mashg'ulotlar zavqli bo'lib tuyula boshlaydi. Qisqasi, bu videoning asosiy ma'nosi shundaki, biz hayotdan zavq olishimiz uchun har doim telefon ko'rishimiz shart emas. Har doim o'yin o'ynashimiz shart emas. Balki standartimizni shunchaki tushirgan holda hayotning kichik zavqli hollaridan ham bahramand bo'la olamiz. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa va yana unumdorlik va produktivlik haqida videolar ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu videoimni ko'ring va kanalimga obuna bo'ling.